Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan самый красивый unpacking bo'ladi. То есть rumyana plus pudra. Давайте sizlar bilan birga ochamiz. Ozgina buni уже ishlatib ko'rdim, поэтому xafa bo'lmaysizlar. Buni dizayniga baho beringlar. Detalizatsiyasiga gap yo'q. Mana buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Meni yuzimda как раз таки pudra ham, rumyana ham yo'q, o'shaning uchun yuzimga surib ko'ramiz sразу. Flower Nose o'zini mana shunaqa kistichkasi bor. Mana shu kistichkasida suramiz. Mana shu tomonda rumyana bor. Оттенок, текстурasi вообще zo'r. Такой легкий, natural make идеально tushadi. Давайте сразу pudrasini ham suramiz. Pudrasi ham zo'r, такой матовый effekt berar ekan. Vau. Yana qaytaraman. 01 оттенок. Обязательно ishlatib ko'ringlar. Pudrasiga вообще gap yo'q. Yuzimni такой матовый, chiroyli qilib berdi. При всем при этом men ko'zim orasida yig'ilib qolmadi. Qaranglar, shu rumyana qanaqa chiroyli, naturalniy effekt beradi. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda ko'rishamiz.